Ibrohim eng go'zal payg'ambar. Yusuf alayhissalom, Qaysi payg'ambar hud degan qushlari bo'lgan? Sulaymon alayhissalom, Jinni nimadan yaralgan? olovdan, Farishtalar nimadan yaralgan? nurdan, Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam nechta farzandlari bo'lgan? 7ta. Payg'ambar qiyomatga yaqin osmondan tushadi. Iso alayhissalom, Qaysi payg'ambari ko'zlari ko'rmaygan bo'lib qolgan? Yaqub alayhissalom, Alayhi vasallamni o'g'illari nechta edi? 3ta. Ismlari-chi? Qosim, Abdulloh, Ibrohim. Qur'on necha poradan iborat? 30 pora bor. Muhammad sallallohu alayhi vasallamni nechta qizlar bo'lgan? 4ta. Ismlarini bilasanmi? Ha? Kimlar? Zaynab, Ruqayyim, Gulsum, Fatima. Qaysi payg'ambari otalari ham payg'ambar, bobolari ham payg'ambar, katta bobolari ham payg'ambar bo'lgan? Yusuf alayhissalom, Otalarini ismi? otalari Yaqub alayhissalom, Ularning otalarini ismi? Iso alayhissalom, Ularning otalarini ismi? Ibrohim alayhissalom.